Ha, Begzod, tinchlikmi? Kech bo'lganda robotda daranglatib yubordingmi? Menga qara, Maraz, sen hali meni yaqin do'stim bo'lib turib, singlimga SMS yozasanmi? Agar do'stim bo'lmaganingda, onangni hurmat qilmagan bo'lganimda o'ldirardim. Ha, ayb menda. Kechir oshna. Hech ko'z oynagingni salqinda ham taqib o'tirasanmi? Ko'zingga nima qildi? Kecha uyimga Begzod o'tgan ekan. Singlimga SMS yozding deb. Kutilmaganda mushot yordi. Aziz, jinnimisan sen? Necha marta singlisi SMS yozganini yozma deb aytding o'zing, men guvohman-ku. Singlisi o'zi SMS yozyapti, lekin akasiga buni aytsam, singlisidan bir umr nafratlanadi. Mendan 1-2 yil xafa bo'lgandan keyin albatta bu narsa sekin-sekin iziga tushib ketadi. Singlisidan ko'ngli qolmasin oshna. Aziz, shuning uchun ham sen bilan faxrlanaman-da. Boringga shukr oshna.